Hürmetli televizor kögücüler, hazır körüp atqanыңlar Şinjan televiziya stansiya Xuyu Medeniyet Taqlıq şirketi ve şundaqla Şinjan Elbidar Medeniyet Media çeklik şirketi birleşip yolu koygan çoğun tipteki notuk sözleş karakterdeki programma ular şundaq deydi. Biz bu programımızda her saha, her kesipte netice kazangan şəxslərini ve yaşlarımızı teklif kılıp ularınki hayat keçirmişleri, muvaffaqiyat tecrübeleri bilen ortaklaşımız. Bu arkalık cemiyetke, yaşlarga ilham ve medet beriş kıtırışımız. Qani amsa biz birlikte bir VCR ko'raylik. Abdurahman Abdug'ani Kiriya nahiyasining Shanba bozorida tug'ilgan. Markaziy Moliya iqtisod universitetining iqtisodiy uchur boshqarish kasbini bitirgan. Iqtisod fanlari doktori. Elektrolog savdo kasbi bo'yicha Xinjiangdagi tunji doktor. Shundaqla Xinjiangdagi oz sonliq millatlar ichidagi eng yosh doktorning biri. 27 yoshida doktorlik unvoniga erishgan. Jungo Elektrolog savdo jamiyatining a'zosi, Markaziy Moliya iqtisod universiteti Elektrolog savdo tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi, Xinjiang Moliya iqtisod universiteti savdo sanoat ma'mur boshqarish instituti Elektrolog savdo konfederatsiyasining muavin boshlig'i, Urumchi O'to'kan savdo maslahatchilik shirkatining birlashma qurg'uvchisi, Xinjiang Bayram Elektrolog savdo shirkatining lideri, Bayram Tor savdo shaharchisining qurg'uvchisi. Uning tadqiqot jarayonida erishgan natijalari ko'p bo'lib, ilgari keyin bo'lib davlat ichi va sirtida 62 parcha ilmiy maqola e'lon qilgan. Abdurahman Abdug'ani maktabda yaxshi o'qituvchi bo'lib qolmasdan, jamiyatdami o'zining majburiyatini unutib qolmay, rayonimiz milliy korxonchiligining taraqqiy qilishi uchun o'zining bir kishilik to'psini qo'shmoqda. Hammalarga rahmat. Abdurahman sizga rahmat. Rahmat. Japonda ishlatdingiz deyman bir yildan yo'q. Shundoq. Egilik artish oson emas. Japonlik o'tgan bir yil deb xulos qilsak deyman shu bir yil. Bu mening hayotimdagi eng jafolik bir yilim. Undaqda elektrolog savdoniki savdo jihatiki hozirgi tirishchanligingiz unumli bo'latamdi. Nəhayət yaxşı bo'lyapti. Biz o'ylaganimizdan yaxshi bo'lyapti. Lekin bu yaxshi bo'lishimiz nurg'unlagan qantar so'ndirdik. Bu yaxshi degan gapmi oson kelmadi. Sizni shu nurg'un kishilar Şinjan'daki mayun deydi ki. Şinjan'daki mayun deyen gepten faxrlanısınız deymi? Faxrlanışdan bir vaqtda nəhayət ağır besim bu mağan nisbeten. Ağır besim. Bu mayun bizim dövlətin boşqan töpüsü həqiqətən zor. Menan təxminən heç qanday iş qılmadım. Menan aldığımda mağanlığa yolum bək uzun. Demek siz yani Şinjan'a çok nurgun töhplen koşuşunuz gerek. Tirişvadım. Demek mayun buluş asan iş emas, he? Mayun bu nurgun Japan müşakkatlarını tatkan. Aldan notuğunuzni bir anlasak. Bo'ldi, ko'pchilik rahmat. Endi bu sahnaga chiqish oson emas. Men oson emasdan boshlay. Maktabda meni balla Abdurahman muallim deydi. Shirkatda Abdurahman muallim deydi. Men muallim degan bu atoqdan faxrlanaman. Endi o'zimga men baho bermoqchi bo'lsam, Abdurahman muallimning hayotini 3 qiyg'in chaqlashga bo'ldi. Ya'ni bu eng dastlabki oliy maktabga kelishdan burun Abdurahman muallim. U vaqtda Abdurahman muallim qandoq? U chog'da muallim demaydi, Abdurahman. Yani uçarga Abdurahman, Cimğur Abdurahman, Kemsöz Abdurahman. Oliy maktab kelgandagi oliy maktabda 11 yil o'qish hayotimdagi Abdurahman, tirishchan, irodalik Abdurahman. Oliy maktab o'qish bitgandan keyinki o'qituvchi bo'lib, egilik yoritayotgan Abdurahman qanday Abdurahman desa, vat, lekin o'ziga jang e'lon qiladigan Abdurahman. Demak, men shu 3 nuqtadan chiqib turib, o'zimning hozirgi kechirmashlarimni sizlar o'rtoqlashmoqchi. Men o'zim Kiriyaning bir yezisi cho'ng bo'lgan. Shanba bozor yezisi deb Kiriya bozorga, Noyi bozorga 15 kilometr keldi. Men ayni vaqtdagi muhitim qandoq muhit desa, men kichikchig'im eng hayajonlanadigan ish uyga tok kelsa, nihoyat hayajonlandim. Demak, uyda tok yansa, men ajoyib qo'shib ketdim. Chunki mening kichikchig'imda uyda tok yo'q. Faqat ba'zi kunlari kech soat 6 dan 9 gacha tok keldi. Demak, boshqa qilib ish qilamiz, sham yo'qli kitob ko'ramiz. Tok kelsa, kitobni, xatni chaylg'irab, uzroq yozalaydi ekanman deb nihoyat xush bo'latdim. Hatto men 11 yoshligimda tunji qatam Xotan shahriga borgan. Xotan shahri bizning yeziga 180 kilometr keldi. Xotan shahriga borgandan keyin menga ikki ish nihoyat ta'sir qilgan. Birinchisi, liftga chiqish. Yana men buru liftni ko'rib boqqan, o'ltirib boqmabdi ekanman 11 yoshligimgacha. Dadam doktorxonaga yetib qolish sababidan Xotanga bordim. Shu yerda 5 qavatli bir bino bor ekan. Shu bir kunda liftga 8 qatam chiqib og'ir tilishtiqan. Chunki u chog'da liftga qaraydigan odam bor.
Men chiqma tushuma, ichimda shunchalik hayajonlangan. Hatto uchoqdagi hayajonim hozirgi hayajonimdan yuqordi. Chunki xo'shib ketgan. Qanday odam chiqadigan domaniga chiqib turdi ekanmiz, birdan ustiga chiqarib o'tir ekan. Bu qanday ish deb. Ondagi yana birsi hayajonlangan ish 5 qavatlik binoni tunji qatim o'z ko'zim bilan shu joyda ko'rgan. Hatto 5 qavat bilan bir qatim aylanib chiqqan, qarab, tomlarini silab baqqan. Bu bizning o'ylaja pakama bino deb igizgan o. Demak, mushunday bo'yda cho'ng oldim. Ondan keyin men to'liqsizning 1-yillik chiqqan chig'imda mening hayotimni o'zgartirgan bir ish bo'ldi. Bu qanday ish? Dadam menga bir kun bir kitob ochib berdi. Bu kitobning ismi Uyg'urlardan chiqqan 20 doktor degan kitob. Bu kitobni o'qidim. Men mast bo'lib ketdim. Nimadan? Bu 20 doktorning tirishchanligi menga g'oyat zo'r ta'sir qildi. Bu odamlar qanday odamdi u? Qanday o'z doktor bo'laydigandi? Chunki men bunun doktor degan anglab boqmabdi ekanman. Kitobdagi Toshpo'lat Tayyib, Xalmurod G'ofur qatorliq bizning ustozlarimizning hikoyasini ko'rib, menga alohida ta'sir qilgan. Shuning bilan men shu bir nishon tiklandi. Men zot doktor bo'lma. Chunki bu amdila to'liqsizning 1-yillik chiqqan bir kichik bir go'dak bolaning nishoni. Dadam kutib qo'ydi, men doktor bo'lmadim. Uning ustiga mening kichigimdan boshlab jimg'ur o'g'lim bilan birinchi bo'lma deydiganlar bir narsa men shakllanib ketgan. Hatto urushsammi boshqalar bilan urib olmasam tishlab olardim. Chunki men birinchi bo'lmasam, yengib olmasam, unutmaydigan bir odatim botdi. Shuning bilan to'liqsizni putdadik. U chog'da to'liqsizni putdaganda bizning yezig'i nisbatan eng nochi maktab qaysi maktab? Xinjiang universiteti emas yoki Beijing universiteti emas. Bizning shu vaqtda mening ota-onamga va yoki bizning yezdiki shu odamlarga qarata eng nochi maktab Xotan pedagogik maktabi. Xotan Sipan deydi. Kim Xotan pedagogik maktabiga borsa shunchalik xush bo'lib ketadi. Hozirgi Beijing universitetiga o'tgandek. Men to'liqsizni putdagandan keyin Xotan pedagogik maktabiga menga chaqiriq keldi. Men shunchalik xush bo'ldim. Dadamni chaqirib, shunda xush oldi dada, men doktor bo'la oladigan bo'ldim. Sizin dadam qarab, Xotan pedagogik maktabiga borsangiz, Shanbazorga kelib ma'lum bo'lsiz, yezdi maktabda dedi. Shunda doktor bo'ladim desam, doktor bo'lish uchun to'liq o'qishingiz kerak. To'liq o'qib, undan keyin nurg'un jarayon ketadi. Degandan keyin yo'q men doktor bo'lma deb aytdim, boshqa men o'qimayman deb turib oldim. Ota-onam o'qing bolam, 3 yil o'qib bitirib qaytib kelsiz, xizmatga chiqsiz, qancha burun xizmatga chiqsangiz yaxshi degan men o'qimayman. Men zotli o'qimayman deb turib oldim. Dadam oxiridan joyliqimdan to'liq o'qish boshlab 2 haftadan keyin maktabga borib berdi. U men o'qigan Koreya to'liq maktab bizning Yezi bozordan 17 kilometr keldi. Undan qanday qilma? Bu joyda xaltamdan birsi bor, 20 nonni solima. Tomdan 20 ni solima. Shuning bilan maktabga boramiz, yotoqda yotib o'qiymiz. Men tunji yotoqda yotgan chig'imda 28 bola bir yotoqda yotgan. Shuning bilan to'liq o'qidik. Chunki men yezib cho'ng bo'ldim. U Koreya noyisi bizga nisbatan shahar. Shaharning o'qitish sifati bizning yezib qaraganda yaxshi. Bag'andan keyin mening o'rganish natijam boshqalarga qaraganda yana tuvan. Shu men tirishmasam bo'lmaydigan deb nihoyat yaxshi o'qidik. Hatto maktab uda 2,5 yil birinchi bo'ldim. Eng oxiri tirish orqali o'zimning orzu qilgan maktabga Xinjiang universitetiga qabul qilindim. Shuncha xush bo'ldim. Chunki bu maktab men dadamning orzu qilgan maktabi. U chog'da bizning yezimizda Beijing universiteti degan o'qimaymiz. Menga nisbatan eng nochi anglab baqqan maktab shu Xinjiang universiteti to'liq o'tirdi. Xinjiang universitetiga keldim. Kelgandan keyin men yana bir qatam shu chog'da tunji qatam yig'ildim. Xinjiang universitetiga kelgandan keyin. Nimaga yig'ildim desanglar? Maktab keldik. Bizdan tunji qatam HSK'da bir xanzuz tildan imtihon oldi. İmtihanın neticesi çıktı, tam hocaplab qo'yibdi. Qarasam mening ismim yo'q, topolmadim. Eng oxirgi bir ism mening ismim ekan. Qarasam men natijaga erisholmabdim. Asli 3-darajadan oshsa yozdi ekan, 3-darajadan tuvanni yozmaydi ekan. Demak, shu yili Xinjiang universitetiga qabul qilingan bolalarning ichida mening xanzuz saviyam eng tuvan ekan. U chog'da xanzuz saviyam qanday desanglar, men shu Urumchiga kelgan 2-kuni yo'lda men vassam, qo'limda soat bor. Bir xanzuz yo'ldoshdan birisi menda saatin necha bo'ldi deb so'radi. Xanzuz saatin necha bo'ldi deb so'raganda men qarab, necha bo'lganligini xanzuz deyolmagan. Chunki shu chaqqicha oliy maktab kelgicha Abdurahmon xanzuz yezishni bilgan bilan eg'izdan chiqarib birisi bilan xanzuz paranglashib boqmabdi ekan. Bu gap menga shunchalik og'ir keldi. Men nimishqi deyolmayman. Hatto tishimni tishlab boqdim. Oxir yotoqdoshlarim kirib, soat necha bo'lgani qanday deydi deb so'ragan. Sonra xanzuzim shundan nachar, osti sinfga bo'lindim. Bo'pti, tan olay deb sinfga kirdim.
darslar xanzucha o'tilyotdi. Tushunmayman. Eng oxir men qattiq chidayamdim. Dars tushunmagandan chidamadim. Qanday qilaman? Dadamga telefon qilib, "Dada, men o'qishdan chekinaman. O'qishdan chekinish xatini yozib bo'ldim. Men o'qimayman. Men bu yerda o'qib bo'lmaydi ekanman." Chunki u chog'dagi besimni men o'zimiz qila olmayman. Dadamga desam, dadam, "Bo'ldi bolam, qaytib keling. Sayponchilik vinaga ko'raman, saypon bo'lasiz" dedi. Şoň oylandım, aldımda iki tanlaş var. Birisi japağa chidab o'qish, yana birisi qaytib ketib saypon bo'lish. Men müşşedin qaytib ketsem nim dep baram yurtumga yeziga. Men başqalar qila olgan nemish qilanmayman. Men ügünüme dep özemge va'da verdim. Şu günden başlap kunda nemish qilmay kech uxlasam qulqamda radio. Radioni qulqamga sep qiyma. To'xtamay xanız jugünme. Yolda mangsam hatta Kutaptığımızga çıksam, başkalar Uygurca paranlaşıyatkan bolsa kallamni xanzuca nim deydim şuna. Şunu oylayman. Şuna qilib bir yıl tayyorlikni o'qidik. Bir yıl tayyorlikda men HSK'da 8 daraja girishdim. 5 daraja girsek kasbga chiqa olamiz. 8 daraja girishdim. Demak, shu chog'da menda dastlabki ishonch paydo bo'lgan. Faqat tirishsaqlik qila oladi ekanmiz. Shuni olib kasbga chiqdim. Meni o'qigan kasbim elektronlik uchur. Oliy maktabda. Kasb chiqqandan keyin yani menliki kichikchig'imda shu tuluqsizdan birinchi yilligida shakllangan shu arzu bor, doktor bo'lish arzusi. Men bizning yuqori o'qigan bolalardan so'radim, men doktor bo'lmoqchi desam, bular doktor bo'lish uchun avval aspirant imtihon beramiz, aspirantni 3 yil o'qib bo'lgandan keyin doktor bo'lish kerak. Buning nurg'un ish ketdi. Nima ish qilishim kerak? Aspirantga qanday bo'lsa imtihon bergil desam, cho'qim chet el tili bilishim kerak dedi. Shunga kasb chiqqan birinchi yildan boshlab men chet el tili o'rganishga boshladim. Ingliz tili o'rganishga boshladim. Özemge yeni bir besim verdim. Çünkü men hazır hayatım özemge besim biriş bilan o'tgan. Lekin bu besim deme xo'shallik his qilma, özemge qo'zg'atqich rol topa olayman. Şoň özemge besim verdim men zade 1 yil aşırı 4 derece imtihandan o'taman ingliz tili. Çünkü şu vaqtda bizning fakultetda 1 yil aşırı 4 derece imtihandan o'tganlar yo'q ekan ingliz tilidan. Bo'ldi men tirishma. Bugundan boshlab men ingliz tili saran bo'ldim. İngiliz tugandim. Kech kunduz. Kechda Üzemge vaqt bitib qo'yma 6 saat uxlayman. O'rnim turgan chog'da ingliz tugunaman. 1 yil 4 darajadan o'tdik, 1 yerimda 6 darajadan o'tdim. Oxir nishonimga yana yetdim. Yana bir qatim tirishsa, o'zgishansa qilg'il buldiganligini isbotlay oldim. Shuningdan boshlab ikkinchi Abdurahman men bayatin degan o'zgishindigan Abdurahman paydo bo'ldi. Oliy maktabni o'qidik. Oliy maktab o'qigandan keyin aspirantlikdan tayyorlik qilishga boshladim. Eng oxir aspirantlikda Netice nəhayət yaxşı çıxdı. Hətta kəsbi pəndə mən ağan nəticəm məktəb boyu birinci oldu. 150 numar tuluq numaradan 148 numar gəlib ən axırı məmləkət boyunca birdən-bir 2 məktəb qəbul qılındım. Birisi Şinjan Universitetindəki aspirantlıqqa, yəni birisi Mərkəzi Maliyyə İqtisad Universitetindəki aspirantlıq qəbul qılındım. Ən axır tanlaş arqalıq Beyjingni tanladım. 2006-cı ildə mənim magistr aspirantlıq həyatım başlandı. Əmdi mən Beyjing olğandan keyin bütün xanzu ballar bilan xanzu saboqdoshlarimni birga o'qiyman. Yana bir xanzu til o'tkalga duch keldim. Bu o'tkal qanday o'tkal? Bu chog'da tushuna olmayman. Bu yerga berishdan beri men uda Uyg'uristonda o'qigan. Bu yerga borgandan keyin men xanzu uchun shuni yaxshi bilmayman deb so'zlayman, boshqalar tushunmaydi. Shuning bilan bir saboqchim dedi. Sen ton belgisiga o'qimamsan dedi menga. Bu xanzu 4 ton bor deb, men o'qimayman deb beray deb ketibdim o'zim. Bir sim to'g'ri emas ton belgisini. Qaytıgan san oldu ekan dedi. Men şunu 20 yil maxsus ton belgisi o'rgangan ekan. Gapni qanday qilmaymiz? Chunki xanzu 4 ton bor. Shu ton belgisi demasek tushunmaydi ekan. Şunu 20 yil xanzu o'rganishga boshladim. Hamda bu yerda men uchragan ikkinchi qiyinchilik nima bo'ldi? Iqtisodiyot qiyinchilik. Men yezdi cho'ng bo'ldim. Uyda biz bir vaqt 4 bala o'qiymiz oliy maktabda. Men 5 yil uydagilarning pulini olib qajildim. Hamda magistrlik bo'lganchada uydagiga tayansam bo'lmaydi. Qanday qilishim kerak? Oldimda bir tanlash paydo bo'ldi. Qanday qilishim kerak? O'qimayman ya deb o'ylab baxtim. Lekin o'qimasam doktor bo'la olmayman. O'qisam doktor bo'la olishim mumkin. Bu yerda mumkinchilik bor. Shuning bilan eng oxirgi ko'rib bo'ldi. Biz bir 8 qavat bir binorimizda kitob ko'rdik. Shu yerga kuni kitob ko'rmay 9 gacha qarasam nurg'a odam ichimlik ichib boturkasini qo'yib qo'ydi ekan. Men eng oddiy mushishdan boshlab baqay. Men qila oladigan ishim mushkan hozir. Boturkaga qaydab 2006-yil 11-oydan boshlab men boturkaga yig'ishga boshladim.
9 işlep görümen 9,5gacha 8 qavat mengib, qulanda bir qora xalta var. Botulka yig'imi. Şunun bilan botulka setib dastlabda buni kichikni 1 mo'chandan, cho'ngini 2 mo'chandan sotdik. Botulka yig'ib eng dastlabda hech bo'lmasa 300 yen, 400 yen pul topdim. Shu vaqt tirishdim, keyin nurg'un boshqa ishlarni qildik. Eng muhimi o'zimning iqtisodiyotga qiyinchiligimni yengidim. Aspirantlikni 3 yil, 3-yilga kelgan chog'da men doktorlik tayyorlashga boshladim. Chunki men bag'an sira o'zimning kichik chig'imda tikilgan shu nishonimga bag'an sira yaqinlashdim. Oliy maktab keldim, oliy maktabni bitirib aspirantlik o'qidim. Demak, eng oxirgi bir o'tganni o'talasam doktor bo'la olmayman. Shuni o'ylab qanday qilishim kerak? Men yana o'rganishim kerak. 3-qatim Abdurahmon o'ziga besim bir daga keldi. Shuning bilan mening orzuyim chet elga chiqib o'qish doktorlikda. Shuning bilan bir vaqt agar chet elga tuyuqsiz o'tanmay qolib qolsam qanday qilma degan bir narsam shakllandi. Agar o'tanmasam-chi. Shunga yana bir tanlash olish kerak menda. Shunga bir vaqtda 3 maktabga tayyorlik qildim. Chunki doktorlikni siz bir vaqtda davlatimizning ichida 2 maktabga imtihon bera olasiz. Chet elga bir maktab, davlatimiz 2 maktabga tayyorlik qilishga boshladim. Bunun birisi Markaziy Moliya iqtisod universiteti, ya'ni mening ana maktabim. Yana birisi Beijing qatnash universiteti. Şunun bilan shu kundan boshlab men dedim, men kuniga 4 soat uxlayman. Men jabhat atmasam bo'lmaydi. Men bir kun jabhat atmasam, bu mendeki nishon mendan bir kun yiroqlashadi. Shuni qanday qildim? Chunki men shu chog'da mandaq bilan tiklangan. Hatto daftarimning birinchi beti har qanday daftar olaman, birinchi betiga menda yozib qo'yman. Men boshqalar qilalaganini qila olmayman. Boshqalar qilolmaydiganini qila oladiganga ishinaman. Bu yerda ishonch bor menda. Shunga 3 maktab tayyorlashga boshladim. 4 soat uxladim kunda. Eng oxiri odamning zehni chaqib bo'ldi ekan. Imtihonga 1 oy qolgan chog'da men yiqib tushdim. Kitobxonaga chiqib ketib borman. Yiqib tushibdim. O'yin olsam doktorxonada yotdim. Imtihonga 1 oylik vaqt qolgan chog'. Shuning bilan gap qilsam gap qilolmadim. So'radim, nima bo'pti deb. Yiqib tushib, tilingni tishlab olsa, tilingni 5 pil tikmasak bo'lmaydigan o'ttirdan yerilib ketibdi dedi. Mana shu zaman kallam kelgan o. Doktorlikni qanday qilma, qanday imtihon beraman. Shu narsani o'yladim. Bo'pti, amal yo'q. Tilimni tikdi 5 yil bilan. Bir hafta doktorxonaga yotmasam olmaydi. Bir haftadan keyin yipni olamiz dedi. Shu kunlar men doktorxonadan qochdim. Maktabga ketdim. Gap qilmasam nima bo'pti? Men kitobni tilimda ko'rmayman, ko'zimda ko'raman. Putumsaq. Men doktorlikma 1 oyma 1 hafta vaqt menga nisbatan nihoyat qimmatli vaqt. Chunki hozir shu vaqtda, shu 1 hafta vaqtda tirishmasam, 1 hafta vaqt demelib bo'lgandan keyin men o'rganishning holatini tepib yana 1 hafta vaqtim ketdi. Demak, 2 hafta vaqtim isrof bo'ldi. O chog'da doktorlikqa nisbatan imtihonga nisbatan 2 hafta vaqtimni yo'qotib qo'yman. Bu 2 hafta vaqt 14 kun, har kuni 24 soatni hisoblasangiz, 24 soat bir kunda men nurg'un ish qila olaman. Shuni men qaytaman dedim. Shuni doktor oxir meni o'qituvchimga, yetakchi o'qituvchim telefon qilib, "Ma bola sarang bo'lib qoldi." Qaytirib o'tanglar debdi. O'qituvchimiz ham keldi. Men dedim, men o'rganmasam bo'lmaydi muallim. O'chalik gap qilmayman, xat yozmayman. Chunki tilim ishib ketganlik ichida. 5 pil tikkilik. Men o'qimasam bo'lmaydi. O'rganmasam bo'lmaydi. Tilim saqiyish mumkin, lekin o'tgan vaqtim kelmaydi. Bu yilni doktor o'tanmasam, kelar yil texim o'tanmaslikka mumkin. Shunga yana shu kundan boshlab kitobxonaga chiqdim, shu bir haftada 5 kilo uruqlab ketdim. O chog'dagi Abdurahmon 60 kilo keldigan Abdurahmon bo'lib qoldi. 65 kilo atrofida edim, 60 kiloga chiqib qoldim. Shuna tirishdik, bir haftadan keyin tilimdagi yipnayapti, gap qila oldim. Shu tirishchanligim bilan bir vaqtda men 3 maktabga doktorlik qabul qilindim. Birisi New York universiteti. Butun o'qish mukofoti bilan menga chaqiriq keldi. Amerikaga borib o'qiydigan. Shunda xush bo'ldim, chunki bu meningki orzuyim. Amerikaga chiqib doktorlik o'qish mening eng cho'ng orzuyimdi. İkincisi Markaziy Moliya iqtisod universitetiga doktorlik o'tdim. 3-yilning 16-sida imtihon berdim o'sha yerga. 4-yilning 16-sida Beijing qatnash universitetiga imtihon berdim, u yerda doktorlik o'tdim. Demak, men hozir 3 tanlash bo'ldi. 3 yil nishonimga yetdim. 3dan birini tanlashim kerak. Shuning bilan uydikulning ching turishi bilan ana maktabimda doktorlik o'qishni boshladim. Demak, men ikkinchi tog'dan o'tdim. Eng oxirgi nishonim doktorlik degan qadam bosdim. Demak, tirishchanligim orqali asli bir yezdida cho'ng bo'lib,
Nihao degan gapni deb bakmagan bir bola, o'zining tirishchanlik bilan davlatimizning oldin qatorida turadigan bir Moliya iqtisod universitetida doktorlik qildi degan gap, bu asli kichik chig'ini men o'zim desam o'zim ishonmaydigan gap. Tirishchanlik bilan doktorlik qildim. Shu vaqtda bizning institut bo'yicha birdan-bir asonlik millatdagi doktorman. Torsodis bo'yicha doktorlik o'qish kirdim. 1 yil o'qidik. 1 yil men 16 parcha maqola e'lon qildim. Chunki doktorlik degan tadqiqot ish qiladigan gap. Siz tadqiqot qilib yangi bir natija yaratmasangiz doktorlik o'qish bitirib bo'lmaysiz. Demak, doktorlik ikki talab bor. Birisi maqola e'lon qilish kerak, eng nufuzli jurnalda. Bu maqola e'lon qilinmasangiz, dissertatsiya yaxlashim qatnashtirilmaydi. Ikkinchisi 120 ming xatdan ortiq maqola yozishingiz kerak. Bu mendek bir ana tilda o'qib cho'ng bo'lgan bir bolaga nisbatan cho'ng ish. Uning ustiga bizning ko'chirish nisbatimiz 15% dan eshib ketsa olmaydi doktorlik maqolani. Demak, ko'chirmasligingiz kerak, o'zingiz qo'lingiz yozib chiqishingiz kerak. Buning uchun nurg'un material ko'rash kerak, nurg'un nas ko'rash kerak. Uning ustiga mening yetakchi o'qituvchim talabchan. Men cho'qim sen inglizcha material ko'rish kerak. Sen inglizcha material ko'rmaysan deydi. Şoň uçaqda Jozamning ustida shu men bil tan kitoblar to'xtamay ko'rman material yozaman. Eng oxir 1 yilda 16 parcha maqola e'lon qildim. O'zimning nazarimda maqolam shunchalik yaxshi chiqdi. Ma'lumning oldiga maqolani qo'ydim. Qo'ygandan keyin ma'lum qarab, sen kelar yil o'qib bitadi dedi. Hech qanday gap qilmay 1 yil kechikkan. Bu yil o'qib bitirolmaydi ekansan dedi. Ma'lum qarab turdim. Nima ish qilsan bu maqolang yaxshi chiqmabdi. Bu maqola bilan sen dissertatsiya yaxlayolmaysan. Bu maqola bilan men sening maqolangni mening o'quvchimning maqolasi deb yana bir mutaxassis oldiga olib bormayman dedi. Demak, men o'zimning nazarda eng yaxshi degan maqolam ma'lumning nazarida axlatga aylanib qoldi. Qanday qilishim kerak? 1 yil kechiktirishim kerakmi? Chunki bir u maqolani men 1,5 yil vaqt ajr qilib yozgan. Kechki kunduz uxlamay yozib chiqqan maqolam. Qanday qilmay shuni buldi ma'lum bir o'yinlay dedim, qaytib ketib o'ylandim. Ma'lum izlab badim. Ma'lum. Men yoza olayman. Ayni vaqtda mening qanday doktorlik o'tganini siz ko'rgan. Men maqolani 2 oydan ichida bitirishga ishonchim bor. Chunki sonliq ma'lumot tayyor. Butun maqolaning qurilmasi tayyor. Men buni yaxshi bir ideya deb chiqsam, yangilikdan beni yaratib sizni qoyillik qila olsam, meni dissertatsiya yaxlash qatnashtira olamsan. Bu tirishib baqqan, lekin bu tez. Dedi, bo'ldirib shu kundan boshlab burun 5 soat uxlaydigan bola 3 soat uxlayman dedim. Adamda 24 soat vaqt bo'ldi. Hamma odamga o'xshash. Bu vaqtdan unumli foydalanish hammadan muhim. Mening eng foydalanadigan vaqtim kunduzgi vaqtni yaxshi foydalanishim kerak. Kechasi uxlaydigan vaqtdan men uxlamgan asosda uyg'onishim kerak. Shuna qilib 3-oyning o'ttirib kelganchada yana bir o'ngsizlik uchirdim. Chunki mening hayotim o'ngsizliklar to'lgan. Men jafo tatmay natijaga erishib baxmagan. Boshqa muvaffaqiyatlanuvchi qanday o'qimayman. Mening butun har bir narsaga qilishganda cho'qim cho'ng bir o'ngsizlik bo'ldi. Nima ish bo'ldi? Yiqib tushdim, putimni sindirib oldim. Doktorlik imtihan bergan chog'da gap qilmaydigan bo'lib qolgan Abdurahmon, endi doktorlikni bitirdigan chog'da putni sindirib, mang'anmaydigan bo'lib qoldi. Doktorxonaga bordi, gipslab qo'ydi putimni. 1 oydan keyin gipsni olamiz dedi. Shuning bilan muallim buni anglab doktorxonaga beribdi. Endi o kelar yil bitirasiz dedi. Men yana tambagim kemmidi. Muallim meni kallamsaq, men qulamsaq, qulamda yozaman maqolani. Kallamda tafakkur qilma. Men oldu tirishib baqayina dedim. Shunda qilib eng oxiri 4-yilning 15-san maqolamni o'qitishim topshirdim. Eng oxiri 4-yilning 15-kuni muallim maqolam bitdi. Sen qo'l qo'ydim. Sendek tirishchilik olsan chiqish qila olaysa deb men e'lon berdi. Uf dedik. Eng oxiri men yolg'iz dissertatsiya yaxlash qatnashdim 5-yilning 16-sida. Maqolam nəhayət yaxşı alqış qırışdı. Şu vaqtda bizning fakultet bo'yicha meni maqolam ilg'or maqola bo'lib bağlandı. Shunda qilib doktorlik tushum reallikqa aylandi. Demak, shu vaqtdagi kichik chig'idagi shu Sabiy Abdurahmonning 2012-yil kelgan chog'da doktorlik tushi ishga oshdi. Shunchalik hayajonli dadamga telefon qilib yig'lab ketdim. Dada, shu vaqtdagi 20 doktorning menga ta'sir olmagan bo'lsa, men bugungi kunim bo'lmaydi. Demak, shu kitob menga loyiha ta'sir qilgan. Shu ta'sir bilan men bayramni qurgan degan kitobxona ochdim. Chunki kitob mening hayotimni o'zgartgan. Shu kitobdan olgan ta'sir bo'lmasa, men bugungi Abdurahmon bo'lmaydi. Shu chog'da menga nishon tiklanmagan bo'lsa, nishonsiz hayot mening nazarimda yashashga arzimaydi. Chunki nishon bo'lmagandan keyin siz tirishmaysiz. Sizda bordigan bir nuqta bo'lmagandan keyin tirishmaysiz. Shundan keyin doktorlik bitdi, xizmatga chiqdim. 2012-yil xizmatga rasmiy urilishib,
Şinjan Maliye İqtisat Üniversitesi'de o'qituvchi oldum. Mening yuragimda bir o't bor. Bu o't nima o't desa, to'g'ri so'z qarta qizg'inlik. Men to'g'ri so'zni yaxshi ko'raman. İnternetni yaxshi ko'raman. 2015-yil o'zimning o'quvchilarimni yetaklab Bayram to'g'ri so'z şirketini qurdik. Birlikda bu shirkatni qurdik. Menga nisbatan shu vaqtda bayramni qurishdan burun men 100 odamga maslahat solgan. Men bu ishdan bir ish qilmoqchi. Desam 99 qarshidi. Men dedim, men qurima, men tirishima. Agar faqat qilmay qilib qolsammi, men nima ish qilmadim deb yana boshqa qila oladigan odamlarga leksiya so'zlasam, shuningdan bo'lsa shu utuq qozona olish mumkin. Men qilmasam chuqur muvaffaqiyat qozonmayman, lekin qilsam utuq qozonishning ozroq olsin prosenti bo'ldi. Rahmat. 2015-yilda birinchi bayram shirkatini qurdik. Lekin bayram shirkatini qurgandan keyin men hayotımda tatib baxmagan japonni tatdim. Doktorlikdagi tilimninki o'tirini uzilib ketishi va yoki bo'lmasa putimning sinib ketishi ma'nosida jafo emas ekan. Mushu 2 yil mobaynida Abdurahmonning qanday o'zgarishi bo'ldi. Birinchisi doktorlikda aqamagan chech aqirib ketdi. Ma chechim buyugan chech. Chechim aqirib ketdi. Ikkinchisi 84 kilo kelgan Abdurahmon 71 kiloga tushib qoldi. Mena şirketlik bola buning guvoh. Üçüncüsü bayramni qurgandan beri men asosan xotirjam uxlab baxmadim. Chunki mening zimmamda nihoyat og'ir yuk bor. Bo'libmi? Oldin qayda? Ishkirdagi har qaysi taratqularda Shinjonglik mayun deb gap chiqqandan keyin mendagi besim texmi og'irlashdi. Mayun bo'lmoq oson emas. Bu Shinjonglik mayun deb qo'ygan bilan Shinjonglik mayun yoki Shinjonglik mayun bo'lib qolgan yo'q. Buning besimi, buning ep kelgan mağib kelgan qo'zg'atqich roli nihoyat zo'r. Men nima ish qilaman? Xalqim bu ishkirdagi taratqularni e'tirof qilib, Shinjongdagi mayun dedi. Men texim tirishishim kerak. Bayda umid qilma dedi. Tirishmasangiz biz sizni hisob olamiz dedi. Demak, men mushta divat qadam nurg'on. Men tirishishim kerak. Bu yo'lni tanladim, o'zim tanladim. O'milab bo'lsam oxir nuqta berishim kerak. Chunki bu to'r savdosida qiyinchilik bo'lmasa, buningda igilik ortishga menga nisbatan qimmat yo'q. Chunki qilib baxman savoqlik uchun biz nurg'un yo'lni mengib baxdik. 1,5 yil mobaynida biz xatolashmadik emas, biz nurg'un xatolashdik. Korxonchining ichida mayun deydi. Mening muvaffaqiyatim mening 1100 xatoliqimdan kelgan deydi. Bizmi bayramni qurishdan nurg'un xatolashdik. Lekin jamiyat qo'lladi bizni. Shu to'g'ri yo'lni izlash, tepishil to'xtamay izlanyapmiz. Yaqinqi necha oydan beri bizning ishimiz nihoyat yaxshi menyapti. Demak, shu tirishchilik bo'lmagan bo'lsa, bugungi kun bo'lmaydi. Hatto men 2016-yil 3-oyda, bundan 5 oy burun, 6 oy burun bayramni taqib chiqarib kelgan. Bo'ldi. Men qilmaydi ekanman buni. Chunki men shu vaqtda Shinjongga bordim. Shinjong bir mablag' sog'uvchilar. Nurg'ula mablag' sog'uvchi meni keldi, mablag' salimizda. Chunki bu to'g'ri so'zisi pul ko'ydirib bo'lib, pul topadigan soha. Mayunning Ali Baba degan shirkati 5 yilda bir ko'y pul topmiz deb uzgun nishon o'rnatib ekan. 5 yil pul ko'ydirib bir ko'y pul topmiz. 6-yildan boshlab 6-yil bir kunda 1 million topmiz deb ekan. Bizning bu soha an'anaviy sohaga o'xshamaydi. An'anaviy sohada bu yil mablag' solib kelar yil pul topib qo'yildi. To'g'ri so'zisi siz bir sistemini shakllantirib, bir ekologiyalik muhitni barpo qilmasangiz internetda bu pul topmoq oson emas. Demak, buni barpo qilish uchun biz hamma yo'lni qaytarib mengishimiz kerak. Shunga tirishdik. Hatto shu vaqtda men voz kechmay deb bir kecha uxlamadim. Bo'ldi. Men nima ish qilmadim o'zimni qiynab voz kechay. Lekin yurkimdagi o't meni voz kechga qo'ymadi. Men tirishiman. Men bugun voz kessam, birinchidan meni qo'llagan odamlarga yuzgiramayman. Ikkinchidan meni eng yuzgiramaydiganim men uchun agishayotgan mening keynimdan nurg'unlagan mening shirkatimdagi odamlarim bor. Bular 1,5 yildan beri menga agishayotdi. Bular menga shunda tirishdi. Bular men ega olmasam bo'lmaydi. Men tirishishim kerak deb shu ideya bilan davomli tirishdik. Nurg'ulgan jafo tatdik. Hozir keldik. Nihoyat yaxshi bo'lyapti. Bu yo'l uzun musobaqa yo'l. Biz menayotgan marafonchi ko'rish. Biz faqat izchillik badash biralsakla oxirgi nuqtaga bora olamiz. Demak, mening bugungi bu muvaffaqiyatim, agar bugun sizning hozirgacha qo'lga keltirgan natijalaringizni, tajribangizni xulosalab bergansiz, birinchisi o'zgishinish mening muvaffaqiyatimning oldingi sharti. Ikkinchisi tirishchanlik buning uli. Üçüncüsü izchillik buning to'riki. To'rtinchisi vaqtdan unumli foydalanish buning hal qiluvchi omil. Ko'pchilik rahmat.
Abdurrahman'ınki bütkül hayatını tonudık. Abdurrahman demek nurgun japalan tatip bugünkü Abdurrahman oldu. Demek japa muşaqqat Abdurrahman'ın bugünkü neticelerinin asasken. Menimce bu notuk intayın ta'sirlik ve şundaq amaliy bir notuk oldu. Menimce nurgulluğan ballarımız içinde nurgun xiyallanıp atkan buluş mümkün. Özününki hazırki şaraiti ve arzuları, şundaqla özünün köstüqan tırçalar hakkında nurgun esen oylap atkan buluş mümkün. Abdurrahman malum, eğer siz hazır veyran bulup, şu amminimizden ayrılıp kalsınız, siz qanchalik yig'lab ketasiz ya? Bu nəhayət yaxşı olubdu. İgilik yaratışda veyran bo'lishdan qo'rqqan odam igilik yaratmaslik kerak. Chunki igilik yaratishda mening o'zimga degan bunda bir gapim bor. Igilik yaratish jarayon nəhayət jafoliq. Bugun nəhayət jafoliq, ati texim jafoliq. Lekin o'g'illikka utuq qozongan bo'ldi. Nimishqi bizdagi igilik yaratishning nisbati shunda tuvan bo'ladir. Ko'p qism kishilarimiz bugungi jafoda veyran bo'lib ketib qolsalar, atirgi jafoga bormaydi. Hatta adirgi jafoga bo'lgan chog'da veyran bo'lib ketib qolsa, o'g'illikcha bardosh berolmaydi. Şuna bizde ilgili kardeşinin nisbeti için tüven buladır. Men veyran bulup gidip kalsam, bana nispeten bu yeni bir gün içer yani. Demek veyran buluşumda çokum bir yolunu hatamadım diyen gibi. Şu yere karta, özümüz karta ıslahat ep basak, menin şu kolluk tipim bolsa, men yeni bir işini kılsam, utuk kazını alayım. Menin nişanım utuk kazını iş. Bu yer bağıça belki yıkıp düşüşüm mümkün, yıkıp düşsem yeni ornum durum. Şu yer bağıça, nurun kadar veyran buluşum mümkün. Men veyran buluşuna korkmayım. Fakat mendeki otunun sustab ketişinden korkmayım. Yığılamsız degende çokum yığılaysız ya. Bir gün yığılışım mümkün. Lekin bu yığın nemi yığa? Şu meningki azırcı mangan vaqtimdaki ısrap etken vaqtga nisbeten yığa. Lekin bu ısrap etip ketgili olmaydı. Bu vaqt men yana xato alışıp turup nurgun narsa öğrendim. To'g'rilikda bir narsa öğrengen olmaydı. Xato alish orqali bir narsa öğrengen oldu. Demek işinizni etip yana davamlıq tirişsiz. Bu menimce muvaffaqiyat qazanganlarning hammasiniki o'rtaq alaylığı. Sizin hayatınızdaki en ma'nili kun qaysi kun deydi? Mening hayotimdagi eng ma'nili kun menga nisbatan kunda, mushu charchab ketgan kunim menga nisbatan eng ma'nili kun. Charchimay, o'zim nihoyat ishim yo'qdek, bekorchilik qilib qolgan kun menga nisbatan eng ma'nisiz kun. Demak, mening hayotim jiddiychilik shuri tushgan amroq. Demek bana nispeten ma'nilik ma'nsiz kun yo'q. Bu ma'nilik ma'nisini qildigan men o'zim shu. Demek aldirash o'tgan har bir hayot bana nispeten ma'nilik. Assalomu alaykum Abdurahmon muallim. Va alaykum assalom. Ben Şinjan Maliye İqtisad Üniversitesi kompüter kasbining o'quvchisi Abdukerimjon bo'laman. Sizdan bir savolni so'rab baqsam, sizlarga agar Navoda bir yil tanlash ahvoliga duch kelib qolsanglar, o'qituvchilik kasbini tanlamlar yoki korxonchi bo'lishni tanlamlar? Bu savol haqiqatan qiyin bir savol ekan. Nimishqa desa, men o'qituvchilikni yaxshi ko'raman. Sahnaga chiqib dars berishni yaxshi ko'raman. O'zimning ideyam orqali boshqalarga ta'sir qilishni yaxshi ko'raman. Lekin mening yurkamdagi o't korxonchilik uchun suhbat qiladi. Agar faqat birini tanlash to'g'ri kelib qolsa, korxonchilik qilishmi, o'qituvchilik qila olmayman. Muşundaq sorularda üzerinden ideyim arqalıq, faqat sahnel təminlət bəsə, mən karxançı bolğan alətdə, yəni oxutuculuqmu qılıyırmı? Tallaydıqanım karxançılıq. Rəhmət. Assalamu alaikum Abdurahman muallim. Benim ismim Ferhat. Uqan kesbim marketing, hozir shug'ullanayotganim marketing va boshqarish xizmati. Yaqin yillardan beri bu yan undar so'zning taraqqiy qilishi ergishib, nurg'un korxonalarningki so'z so'sin va marketing bo'lsin, nihoyat yaxshi bir ta'sir olib keldi. Lekin buning bilan birga ergishib shakli o'zgargan. Bularni shaqiltib setish. Yana birga endikin bu mallarni ekangandikin bu xaridorning qo'liga satmay vakolatchisiz mallar besilib qolgan mandaq bir ahvol. Bizning mening egalligim xabarimiz 80% mal vakolatchining qo'lida turib qolgan ahvol bor ekan. Ma undar so'zining taraqqiyotida qanday qaraysiz? To'g'ri so'rasam bilan bilamiz, hozir bizning davlatimizda taraqqiyot surati eng tez bo'layotgan soha. Onun uchun davlatimiz nihoyat qo'llayapti. Hozir siz dunyoning qanday yerga bormang, bizning davlatimizdek to'g'ri so'z taraqqiy qilgan davlatni yana birini topolmaysiz. Bizning davlatimizning to'g'ri so'z dunyoda birinchi. Demek şu taraqqiyot turtkisida 2013-yildan boshlab undar savdogarlar paydo bo'ldi. Hamda 2015 bizning rayonimizda, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonimizda undar savdogarning taraqqiyoti eng yuqori bosqichga keldi.
Bu ündar savdosini bundan keyin taraqqiyot qanday qilgani mening o'zimning ko'z qarashim. Ündar savdosidan keyin 3 masala bor. Mush 3 masala tuzalmasa, ündar savdosi vayron bo'ldi. Birinchisi masala ündar savdogarlari boshqalar ta'minlab bergan molni sotadi. Molning sifati kafolat qilmay pul tepishni o'ylaydi. Bu haqiqiy korxonchilik xizmat. Demak, bu mol nereden keldi, manbasini uqmaydi. Ündar savdogarlari yuqori manfaatdan, foyda nisbatan foydalanibla o'zing do'st birodarlarga sotadi. Bu nasl chuqum o'ngishilish kerak. Demak, molning manbasini qilish kerak. Ikkinchisi, ündar tor savdosining mohiyati nima? Ikki xil mohiyati bo'lganligi uchun taraqqiyot qiladi. Birinchisi baho arzon, ikkinchisi qulay. Lekin ündar savdosida setayotgan molning bahosining arzon bo'lishi notayin. Demak, bu yerda tannarx o'tirib qatilgan baho o'rlab ketadi. Bu tor savdosining taraqqiyotiga zid. Bu nasar bo'lish kerak ündar savdosida. Üçüncüsü, ündar savdosida kalluyuş bek kuchlik. Kalluyuş orqali bozor ochiladi. Bu kalluyushda hatto har xil vositalardan foydalanadi. Men buni butun hammasini deganim emas. Bir qism ündar savdogarlari kalluyuyotir. Shunga bu yerda ündar savdosi qilmoqchi bo'lganlar mush 3 narsaga diqqat qilgan chog'da bundan keyin korxonchilikda qandoq odam utuq qozonadi desa bir teoriyamiz bor. Üzünün tannarxini tuvallatib, sifatni yuqori ko'tarilgan korxonchi üzüm mahsulotini texnika badamga sotalaydi. Demak, mush narsani diqqat qilsa ündar savdogarlar bundan keyin taraqqiyotlar davomli yo'llandi. Assalomu alaykum, Abdurahmon muallim. Va alaykum assalom. Men qonun kasbining o'quvchisi Zaynab Baxberganman. Muallim, sizdan bir savol so'rab baqsam, hozirgi jamiyatimizda shirkat qurib korxonchi bo'lish to'lma yaxshi ish, ammo bir odamning ishni bir vaqtda talto'kis astoydil qilib ketishni atayin. Mushundan qaraganda, sizning shirkat ishlari sizning o'qituvchilik kasbingizga ta'sir bormi? Bu menga nisbatan nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Bizning hozirgi rayonimizdagi korxonchilikning biz taraqqiyot suridan tiz bo'lmaslik sabab nima? Biz o'zimizning xizmatchi holimizga qarab tarbiyalash yo'q. Men nima ish qilma? Maktab mening bazam. Shirkat mening oldingi sepim. Men a bazada askar tarbiyalayman. Askarni tarbiyalab kelib shirkatni oldingi sapga atladimman. Demak, men o'zimning ideyam va yoki bo'lmasa shu maktabdagi mutaxassislar ideyasi orqali singdirilgan shu bolalarga men nimani berman? Umidni berman, tavakkulchilik ro'yini berman. Nishonni tiklab berman. Bu bolalarni oldingi sapga akib qo'yman. Shu nishon uchun tirishadi. Demak, bizning shirkatdagi bolalar o'rtoqlardagi nima? Bizga nisbatan 8 soatlik vaqt tizimi yo'q. Biz 12 ga borsaqmi, bizning shirkat shundoq ishlaydigan ruh bor. Demak, bu ruhni men nada yetildirman? Maktabda yetildirman. Mening o'qituvchi bo'lishim amaliyotchi korxonchilik. Shu korxonchilik uchun xizmat qilish. Bu ish zid emas. Chunki men o'qituvchilik bilan oshpazchilik qilmadim. Yoki bo'lmasa oshxona ochmadim. Men shu to'g'ri savdosi dars o'tirgan bir o'qituvchi chiqib, to'g'ri savdosi qilyapman. Bu ikkisi birisi zid bog'langan. Bizning nurg'unlagan korxonchilarimizning inkosi, bizning doktorlarimiz bizning savdo sharoitimizga ta'sir ko'rsatmayapti degan inkos. Mushu nuqta aytgan chog'da menimcha Abdurahmonning qo'l tutib ishlashi eng yaxshi doktorlarning prinsipi deb o'ylayman. Assalomu alaykum Abdurahmon muallim. Va alaykum assalom. Men buxgalterlik kasbiniki o'quvchisi Idris bo'laman. Siz oliy maktabda o'qituvchilik qilishdan iborat bir sharafli xizmat qilgansiz. Mushu xizmat qilib turibliq. Siz nima uchun bu shirkat qurish xayoliga qoldingiz, shuni o'rtoqlashib boqing degan. Rahmat. Men o'qish bitirib kelgandan keyin doktorlikka erishgandan keyin, chunki mendagi nishon doktor bo'lish, mendagi nishonga yetdim. Men oldida bir gap dedim bugungi nutqda. Nishonsiz hayot yashashga arzimaydi. Undaqda men doktorlikni bitirib bo'lgandan keyin men bir organ ziyolisi bo'ldim. Demak, bir maktabning ziyolisi bo'ldim-da. Dars o'taman. O'zim ta'sir qiladigan bir kollektiv, no'yat kichik bir doirada. Lekin mening so'zlaydigan nazariya. Men nazariya so'zligini bilan amaliyot qilib boqmadim. Zodim mush nazariya amaliyot qilsam tushmamdi. To'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi. Demak, buni amaliyot chiqarish uchun men cho'qim organ ziyolisi degandan olqib o'tishim kerak. Jamiyatning ziyolisi bo'lsam, undagi men ziyoli deya olmayman o'zimni. Shunga men maktabda turib, o'qitishdan bir vaqtda bu korxonchilik yo'lga bordim. Bu yerda mengishda mendagi birinchidan nishon. Ikkinchidan o'zimni isbotlash. Zodim mening mush o'rgangan narsamni amalga chiqib isbotlab bo'lgandan keyin bu isbotlangan natijani yoki tajribani kelib
Shu o'quvchilarimga so'z desam, bu o'quvchilarim texim yaxshi deb ola oladi ekan, deb bu korxonachiga yo'lamadim. Assalomu alaykum Abdurahmon muallim. Va alaykum assalom. Men sizni so'rab baqsam, siz shirkatningki dastlabki maliyasini qanday hal qilgan turgansiz? Shirkatning hozirgi unumi-chi? Shuni so'zlab bergan bo'lsin. Men bu savolni javob berishdan burun mayunning qanday hal qilgan deb beray. Undan keyin mening hal qilgan javobim chiqdi. Mayun 94-yildan boshlab egalik ortishga boshlagan. 5 yil vayron bo'lgan. 3 shirkat qurib, oxir 3-inchisi Alibaba'ni 99-yil qurdi. 99-yil Alibaba'ni qurgan chog'da buning bab pul, o'zidan chiqqan pul 20 ming ko'y pul. 18-dan butun narsani yig'ib 500 ming ko'y pul yig'di. Demak, Alibaba'ning asosi 500 ming ko'y pul edi. 500 ming ko'y pulni 400 ming ko'y pulni bir tal adreslar chiqib ishlatdi. Unda Alibaba'ning eng dastlabki mablag'i hozir korxonachilikda xim xatar mablag'i deb bir mablag' bor. Shu Yaponiyalik Sun Jongyi 20 million Amerika dollarini mablag' solib dastlabki mablag' asosini paydo qilgan. Endi bayramning mablag' asosi qanday? Bayram mablag' asosi uchun o'xshash. Men bir o'qituvchi. Men o'qitib bitirib kelib 2 yildan 1 yildan keyin egalik ortishga boshladim. Menda bu to'g'ri so'zdan nurg'ulgan pul ketdi. Buningda biz pulni nurg'ulgan silib, ekologik muhitni shakllantirib bo'lgandan keyin pul tepish qilmoqmiz. Chunki bu yerki mablag' bizning dastlabki asos mablag'imiz, nihoyat az bir qism mablag' soldik dastlabda. Bu mablag' bizniki xiyim xatar mablag' sog'ishirin keldi. Biz buni o'zimizningki shirkatning Paynivers orqali bu mablag'ni kirdik. Biz ishlaymiz, ular pul chiqardi. Bu holatda davomini sotdi. Masalan, Jingdong deyli. Jingdongni misolini beray. Jingdong 2004-yil qurildi. Hozir 12 yil oldi. 2004-yil qurilgan Jingdong hozirgacha 30 milliard xalq pul ziyon tortib bo'ldi. Oldingi 1 yilda 2015-yili Jingdongning 1 yil tortgan ziyoni 9 milliard 100 million. Lekin yana nurg'ulg'an odam Jingdongga mablag' solamiz va turib. Demak, to'g'ri so'z bundaq soha. To'g'ri so'z hamma narsani kontrol qilib, sonliq ma'lumot xaridorni akasi buning nisbatan shu pul. Rahmat. Demek, to'g'ri so'z haqida nurg'ulg'an bayonlar bo'ldi. Abdurahmon inimiz bizniki Şinjangdagi shu to'g'ri so'z sohasidagi tunji doktor bilan birga shu sohada hozir demak yangidan bozor yechyapti. To'g'ri so'zi bizniki davrimizga bir inqilob olib keldi desak bo'ldi. Abdurahmon muallimning yuqori aytgan bayonlariningki, ta'sirotlariningki bizga buningdan keyingi turmushimizda, o'rganishimizda bizga har vaqt ilhom va madad bo'lishini umid qilamiz. Bizniki bugungi programmamiz yoshlarga, jamiyatga aktiv ta'sir qilish, aktiv energiya taqitish unumiga yetgan bo'lishini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonda ko'rishaylik.